Assalomu alaykum. Bugungi 11 dekabr sanasida tug'ilgan qadrli va aziz insonim, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq, hayotingiz esa go'zal va baxtli lazzatlarga boy bo'lsin. Xonadoningizni sevinch, nur, fayz va barokat aslo tark etmasin. Sizning ham ushbu kunda tug'ilgan yaqinlaringiz bo'lsa, tabriklar TV loyihasi orqali biz ularni tabriklab beramiz. Fursatni boy bermang azizlarim, biz bilan bog'laning. Murojaat uchun 50lik 444 3311 telefon raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Bugungi 11 dekabr sanasida tug'ilgan qadrli va aziz insonim, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq, hayotingiz esa go'zal va baxtli lazzatlarga boy bo'lsin. Xonadoningizni sevinch, nur, fayz va barokat aslo tark etmasin. Sizning ham ushbu kunda tug'ilgan yaqinlaringiz bo'lsa, tabriklar TV loyihasi orqali biz ularni tabriklab beramiz. Fursatni boy bermang azizlarim, biz bilan bog'laning. Murojaat uchun 50lik 444 3311 telefon raqamlariga bog'lanishingiz mumkin.